أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين Sizu bizlarni yo'q yerdan xor haqir narsadan yaratib ilm bilan aziz qilgan Alloh taologa hamd va sanolar. Hayotda yo'lboshimiz bo'lgan ota-onamizdan ko'ra mehribonroq bo'lgan zot payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga durud va salovat shariflar bo'lsin. Bugun biz sizlar bilan 5 yoshida Qur'onni yod olgan, fiqh ilmida mohir bo'lgan, g'azal mulkining sultoni bo'lgan avliyo zot Mir Alisher Navoiy hazratlari haqida suhbatlashamiz. Mir Alisher Navoiy hazratlari avliyo zot faqat yaratgan egamni vaslini izlab, yaratganni ishqida g'azallar yozib, ijod qilib o'tgan zot. Bugun biz sizlar bilan shu zot haqida so'zlashar ekanmiz. Bu zot haqida juda ko'p ulamolar, fuzalolar, bizdan ko'ra ko'p bilguvchilar bor. Hazrat Navoiyni g'azallarini Hazrat Navoiyga yaqinroq borish uchun, Hazrat Navoiyni o'rganish uchun biz nafaqat Qur'onni, balki fiqh ilmini ham yaxshi bilgan odamgina Hazrat Navoiyni g'azallarini tushuna oladi. Biz bugun Hazrat Navoiy haqida ozgina bilganlarimizni, ulamolardan eshitganlarimizni aytib bermoqchiman. Hazrat Navoiyning g'azallaridan juda ko'plarini mana san'atkorlarimiz qo'shiq qilib aytishgan. Juda ko'p g'azallari qo'shiq bo'lgan, sababi shu xalq joni dili bilan suyganligi uchun. Munojot qo'shig'i haqida ikki og'iz to'xtalsaydi, munojot g'azali o'zi yozilish tarixi biz ulamolardan eshitganmiz. Alloh rahmat qilsin. Anvar qori Tursunovdan eshitganim. Munojot g'azalini Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Mir Alisher Navoiyning tushlariga kirib, tushlarida men yana kelaman degan ekan. Shu yana kelaman deganda intiqlik bilan kutganda kechalari kutib, shu Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning yo'llariga intizor bo'lib yozilgan g'azal deb sharhlangan Anvar qori Tursunov tomonidan, Alloh rahmat qilsin. Shu qo'shiqni hozir sizlarga qo'limizdan kelgancha ijro qilib beramiz. Xato kamchiliklariga sizlardan ming bor uzr so'raymiz. Hazrat Mir Alisher Navoiyni Alloh taolo o'z rahmatiga olib, u kishining ruhlarini shod qilsin. Marhamat, sizlarga qo'shig'imiz.
sizlar biz bu ko'rsatuvimizni yana davom ettirib, Hazrat Navoiyda g'azallariga aytilgan qo'shiqlarni ustozlarimiz mana Husanboy Yo'lchiboyev bor, Ulug'bek Ahmedov, Yusuf aka Shamshiyevlar, shu Qorasuvdagi bizdan katta ustozlar, Qorasuvda yashab ijod qilgan hofizlarimizni ko'rsatuvga birma-bir taklif qilamiz. Barchalari Hazrat Navoiy g'azallari kuylangan qo'shiqlari bilan siz-u bizlarni yana bir bahramand etishadi. E'tiboringlar uchun rahmat. Keyingi ko'rsatuvlarda ham ko'rishguncha Alloh hammanglarni salomat qilsin.